Assalomu alaykum azizlar. Xayrli oqshom barcha bizni ko'rib turganlarga, kuzatuvchilarimiz, G'ayrat akam kuzatuvchilari, Baxtli kafe restorani barcha aziz mehmonlari. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, ota-onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu qo'shig'imiz biz uchun qadrli bo'lgan barcha ota-onalarimiz uchun. Totli bo'lar yegan oshlari, oqavermas ko'zdan yoshlari, mag'rur yurar aziz boshlari. Otasi bor bo'lsa yigitning, onasi bor bo'lsa yigitning, otang bo'lsa eng kuchli payting, nopok egri yo'llardan qaytgin. Bunday ulug' baxt bormi aytgin. Otasi bor bo'lsa yigitning, onasi bor bo'lsa yigitning. To'ylar qilib o'tkazing to'rga, omon bo'lsin kuch bersin belga. Dunyolarni aylansin birga. Otasi bor bo'lsa yigitning, onasi bor bo'lsa yigitning. Kim o'z burchini ado etsin, xabar olib ko'nglin shod etsin, borlarida qadriga yetsin. Otasi bor bo'lsa yigitning, onasi bor bo'lsa yigitning.